Bitta og'aynim bordi meni bular. Qistamizda 500 rubldan pul bor, unda ham menda ham rovna pul bor. Keyin bitta ko'chadan o'tyapmiz, jalab ko'chada u. Bitta cholka ichib turgan ekan. Работаете dedim, da dedi bular. Nima qancha dedim bular. Menyet 500 rubl dedi, 8000 rubl dedi. Ha bular menyet ketadigan pul bor bular. Davay dedim bular. Jamnurga aytdim, sen ham qildirasanmi, gaplashamiz desam, yo'q, yibanmisan, o'zi 500 pul bor. Ha dedim. 500 ni berdim men. Keyin bunday maktabda bular eshikchasidan shunday pastga tushdikda bular menyet qilishni boshladi. Oradan oq degan ovoz chiqardi. Bir ikki marta oq deyordi. Biroq shunday burilib qarasam, maktab podvalga tushib kelgan yigit ko't yalang bilan qo'lda 500 rubl bilan turibdi. Ya sen sikirib og'ziga bermayman diyording bilan. Produktni yeyishga hech narsa yo'q uyda. Produkt olamiz diyording. O'shanga bilan berib yubordim og'ziga. Endi nima yeymiz desam, onasini sikaydi, g'aqqiladi, kayfim keldi dedi. Keyin og'ziga berdi, uyga kirib, shu bitta roldan ikkovimiz bo'lishib soldi.